Военный gospital bor, o'shani orqasidagi mahallaga kirmaganimga ancha bo'lib ketibdi. O'zgarishlar juda katta. Mana bu uylarni qaranglar, yangi tushgan. Ro'paramizda xonadon va bu yoq tarafimizda kirib kelib urushlarda katta yangi uylar juda ko'payib ketibdi. Bizani yangi obyektimiz bo'lsa, mana shu xonadon Uglovoyda joylashgan. Uzunasiga 24 metr, fasadimiz bo'lsa 16,5 metr. Ham yonimizda ham chiroyli qilib high-tech xonadonni qurib qo'yibdilar akamlar. Xuddi shunga o'xshagan yoki ro'paramizga o'xshagan proyekt turishingiz uchun Uglovoyda mana idealni taklifimiz chiqdi. 16,5 metr bo'lsa, ikkita uy chursa bo'ladimi yoki yo'qmi? Albatta, quruvchi akalarimizga bu savol. Agar bilsangiz, yozib qoldingiz 16,5 ga mana shu ikkita uy chursa bo'ladimi yo'qmi? Yana bizning bitta plyusimiz bor, uyimiz Uglovoy, to'g'ri. Ko'chasi sal kichkinaroq-ku, lekin menimcha nimadir qilib masjidga ham chiroyli proyekt chursa bo'ladi. Bu bizani mana kiruvchi darvoza kirib keldi. Endi ichkarida o'zini eski shunaqa bir qavatli binolari bor. Mana yonimizda high-tech xo'la ham qo'limizdan ko'rinib turibdi. Juda chiroyli proyektda tushibdi bu ham. Gap yo'q, proyekt chizgan odamga bitta 5 baho bor. Xo'p, akam aytayotdilarki, ko'pchilik kelganlar, hovlini ko'rganlar, buzib quramiz deb sirazi dizaynerni olib kelib, nechta hovli uchursa bo'ladi deb o'lchamlarni qilishayotgan ekan. Endi o'lchamini men sizga aytaman, aka, 16,5 metr eniga, uzunasiga bo'lsa 24,2 chiqdi. 24 deb aytdik. Bitta o'zingiz dizayneringizga berib ko'ringchi, qani nechta uy chursa bo'ladi? Ikkita uy chursa bo'ladimi yoki bitta to'rt sotuv o'zingiz chiroyli proyekt churib olasizmi? Telefon nomerlarini va narxini ham videoni описаниесida yozib qo'ydim. O'zi ko'p, hamma почти 80-90% uy joylar narxini aytib qo'yamiz. Keyin ko'pchilik akalarimiz telefon qilib bizga Murod, narxi o'zgarib qoldi, endi nima qilamiz, videoda aytib qo'yibsan deyishibdi. Shuning uchun videoni описаниесida yozib qo'ydim. Telefon qiling, keling, uyni ko'ring, joylashgan joyini, mahallani bitta ko'ring, tepasida yana savdo bo'ladi.